Assalomu alaykum. Alaykum alaykum aka. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi rahmat aka. Mana o'sha mana ikkan telefon. Nima telefon bu aka? Honor. Honor. Men Samsung olaman aka. Buni olmisizmi aka? Bu nima? Bu musorku bu. Nima qilay aka buni? Men olmayman buni. Bu musor bu nima bu? Nima qilay tashlayvering. Otovar musorga yana. Mana aka boshqa telefonim ham bor. Boshqa bormi? Mana shundan gapirmaysanmi aka? Endigina yaxshi hayot kechiraman deganda atrofingda ko'tpachalar paydo bo'ldi. Mana aka. Samsung. Tak, Samsung mana aka, mana shundan gapirish kerak-da. Nima Samsung bu? Nima model? A51. A51. O'shachi, chexovini, musor chexovini. Ya Misr. Sochingga qarab bo'ladi. Kodini-chi? Ochib ber aka. Так. Настройка qani? Так. Besh olti aka. Так, Galaxy A51 yaxshi Android. Qachon olgansan? Aka bu yesimasi, riga ikkita sim kartali bo'lgan. Qachon olgansan buni? Aka, olganimga 1 oy bo'ldi. 1 oy? Yangi lekin. Mana bu ekrani emas, bu zashitkasi aka. Yaxshi, holatlari ideal. Ideal. Yaxshi. Qancha deyapsan aka? 1000. 1000? Qancha olgansan o'zi? 1,5 mingga olganman aka. 1 oy oldinda. 500 mingdan o'tib sotyapsan. Shunaqa bo'lib qoldi-da, pul kerak bo'lib qoldi aka. Nimaga? Tinchlikmi? Sizcha yordam beraveramiz. Aka, pul qo'yib bering. Hayt, nima bo'ldi? Gapirar, mujikmiz, erkakni erkak tushunadi. Aytaveraymi? Hayt, конечно. Qarachi aka, men hamilon boqaman-da. Hamilon? Qachondan men sen dadangmanmi, qarama? Bilasizmi? Hamilon bor edi. Suvni narsa idishni oldimda suvni. Suv olaman deganimcha qochib ketdi. Qarasam, divarning tagiga kiryapti. Bundan bir kun oldin buni qarasam, devorimiz bor edi, devorning ichiga kiribdi. Devorni buzdim, devorni ko'tarishganda pul kerak aka. Qancha kerak? Qancha deyishyapti? 1000 mi? Bo'pti, o'zimdan ham o'tib beraman, 1-2 so'mlik qiyiqson. Mendan. Oh my god! Wow! Bo'ldi aka. Shaxsiy yaxshi. Erkak kishini erkak tushunadi. Qorong'ulik abadiy emas. Qarabishinchi. Qani pul? Tak. Qancha mingmi? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanaychi? 10. To'g'rimi? Tak, korobka dokument bormi? Hozir olib Kimga ber. gaplashuvdik, to'g'rimi? Olib beraverasiz. Yo'qsan bra. Hozir. Так, o'zimdan sizga lichni brat. Mana $200. Usti boshingizga normal kiyim qilasiz. Aka, o'zingizga shukr. Davor ekan, charchama. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Shu bo'l, charchamanglar, hammaga sog'lik, salomatlik.